Agressiv ko'rinishga ega bo'lgan avtomobil sotuvida e'tiboringiz markazida BMW M4 Competition. Mutlaqo yangi 2026-yilda ishlab chiqarilgan 3 litrli turbo dvigatel, 510 ta ot kuchi, 0 dan 100 km/soatgacha bor yo'g'i 3,5 sekundda tezlanadi. Bu avtomobil ruliga o'tirsangiz, avtomobil gazsiz bosib turadi. Tashqi dekorativ elementlar karbon bilan ishlangan, to'liq karbondan. Ichki qism apelsin rangli charm bilan qoplangan. Old o'rindiqlar, sport o'rindiqlari elektr quvvatda boshqariladi, isitish, sovutish, eslab qolish funksiyalariga ega. Akustik tizim Harman Kardon. Rul to'liq alkantara bilan qoplangan. Maxsus M1 hamda M2 sport rejimlari. Ichki dekorativ elementlar ham karbon bilan ishlangan. Buni qarang. 360 gradus kamera, avtoparkovka, parkovkadan chiqishga yordam, hattoki pult orqali masofadan turib avtomobilni dvigatelini yurg'izish ham mumkin. Avtomobilimiz mutlaqo yangi va sotuvga tayyor. Narxi $169,000. Avtomobil haqida batafsil ma'lumot olish uchun menga murojaat qilsangiz bo'ladi. Endi eng qizig'i, bu avtomobilni bir ovozini eshitamiz. Qarang, bitta bosib oringlar-chi.